G'arb o'z xatolari bilan yuzlashmoqda. Xo'sh, bizchi? Bugun dunyo Epstein ishini muhokama qilmoqda. Tramp va boshqa elita vakillari ishtirokidagi bu mashmasha G'arbning umuminsoniy qadriyatlarini katta so'roq ostida qoldirdi. Bu shunchaki alohida bir jinoyat emas. Bu butun boshli madaniy modelning axloqiy chegaralari naqadar zaiflashganidan dalolatdir. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. G'arbdagi bu inqiroz insoniyat uchun kichik bir umid darajasini ham ochdi. Chunki Amerika va G'arb jamiyatlari o'z xatolari bilan yuzlashish, ularni tan olish qobiliyatini ko'rsatmoqda. Menimcha 200 yil davomida dunyoga hukmronlik qilgan anglo-sakson madaniyati yangi bir davr bo'sag'asida turibdi. Taxminimcha, Amerika xalqi bu vaziyatdan ichki iroda va ijtimoiy tashabbus bilan katta bir talafot va inqirozsiz chiqib keta oladi. Biroq afsuski, Sharqdagi, ayniqsa Markaziy Osiyo va boshqa musulmon mamlakatlaridagi manzara butunlay boshqacha. Bizda G'arbdagi kabi o'z o'tmishi va xatolari bilan ochiq yuzlashish va ularni tan olib bartaraf etishga iroda topish ehtimoli deyarli yo'q. Misol uchun, Turkiyadagi Ensor jamoatida 45 nafar bola jinsiy tajovuzga uchradi, lekin aybdorlar yetarlicha jazolanmadi. Qo'shnimiz Afg'onistonda esa pedofiliya ayanchli bo'lsa-da odatiy holga aylangan. Yaqin Sharqning boshqa nuqtalarida ham ahvol shu. Sharqda manzara doim bir xil. Jinoyatlar ochilmaydi, zo'ravonlar jazo olmaydi, jamiyat esa jabrlanuvchini ayblaydi. Aybdor diniy yoki ijtimoiy mavqei bilan himoya qilinadi. G'arb o'zgarmoqda. Lekin ularga kerak bo'lgan yangi axloqiy mezonlar na Sharqdan va na musulmon dunyosidan chiqayotgani yo'q. Insoniyat butunlay yangi qadriyatlar tizimiga qarab ketmoqda. Bu ba'zi islomchilar aytayotganidek diniy qadriyatlar tomon emas, balki bizning zehnimiz qabul qilish qiyin bo'lgan yangi zamonaviy dunyo qadriyatlari tomon siljishdir. Bu dunyo bizdan muqaddas shaxslarni yoki o'lim sukunatini emas, balki ijtimoiy javobgarlikni, markazda inson bo'lgan haqiqatni talab qiladi. Siz bilan har on Qudrat Bobojon.